Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'tgan videoroligimiz Martingale haqida hammangizga yoqdi degan umiddamiz. O'sha videoroligimiz ostida juda ham ko'p komment va reaksiyalarni qoldiribsizlar. Bolalar, bugun shu videoroligimizni ikkinchi qismini olishga qaror qildi. Bugungi videoroligimizda biz уже faqat $150 ishlashga harakat qilamiz. Bugungi videoroligimizda $200 daromad olishga harakat qilamiz. Ishlatadigan instrumentlarimizga keladigan bo'lsak, Trading View'dagi barcha indikatorlar, texnический instrumentlar va Martingale strategiyasi. Videoroligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, binariumda birinchi bor daromadingizni aynan o'sha videorolikdan so'ng olishingiz mumkin bo'ladi. Va bolalar, bugungi videoroligimizda sizlarga Kamilov promokodi haqida to'liq ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Ya'ni bizani promokodni ishlatgan holda shotingizni 10 million so'mga to'ldiradigan bo'lsangiz, shotingizga 10 million so'm emas, 20 million so'm pul tushadi. Barchasi tushunarli va qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Biz bo'lmasam boshladik. Siz esa albatta davom etishdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu videoroligimizga like bosishni ham unutmanglar. Qani bo'lmasam ketdi. Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar, bugungi videoroligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi. Va aynan bugungi videoroligimizda biz texnik instrument, martingale va indikatorlarni ishlatgan holda $100 dan $200 daromad olishga harakat qilamiz. Videoroligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi. Aytib o'tganimizdek, davom ettirishdan avval kanalga obuna bo'lib, bu videoroligimizga like bosishni ham unutmanglar. Texnik instrumentlar haqida o'tgan videoroligimizda sizlarga qisqacha ma'lumotlarni berib o'tgandik. Ya'ni bizda bolalar tushuvchi trend mavjud, bizda bolalar уровень поддержки, уровень сопротивления liniyalari mavjud. O'sha barchasini biz texnik instrumentlar deb ataymiz. O'zingizga ma'qul bo'lgan instrumentlarni mana bu bo'lim orqali o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, trend liniyasini o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana marhamat. Xuddi shunaqasi o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Уровень поддержки instrumentini o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu yerda gorizontalniy liniya tugmachasi mavjud. O'sha tugmachaga bosgan holda xuddi shunaqasi o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p bolalar, bu narsa sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sразу aytib o'taman, biz bolalar Trading View'ni o'zini grafikini ishlatgan holda savdo qilyapmiz. Trading View'da qaysi instrument, qaysi indikatorlar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham xuddi o'sha instrument va indikatorlar mavjud. Va biz faqatgina yapon shamlar orqali grafika analiz qilamiz. Undan tashqari hozir bizda 2 minutlik time frame o'rnatilgan. Uzoq muddatga bitimni ochadigan bo'lsangiz, kattaroq time frame o'rnatganingiz ma'qul va bitta bitimni bolalar biz 1 minutga ochamiz. 1 minutdan so'ng minus yoki plusligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? Tushuvchi trend narx aynan o'sha liniyamizga tekkandan so'ng pastga qarab tushardi. Undan tashqari bu yerda уровень сопротивления liniyasini ko'rishimiz mumkin. Narx bir necha marta o'sha liniyamizga tekkan holda atkat bo'lgan. Bu yerda ложный пробой, grafik ozgina уровенimizni urib ketmoqchi bo'lyapti, ammo katta ehtimol bilan narx pastga qarab atkat bo'ladi va svichamiz tepasida katta soya qoladi. Qo'shimcha indikatorlarga keladigan bo'lsa, eng qulay va eng ma'qul instrumentlardan biri, agar kombinatsiya qilib ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu bizda policy Bollinger deb ataladi. Indikator juda ham oson va oddiy ishlaydi. Qanaqa qilib deydigan bo'lsanglar, o'tgan videoroligimizda ham ko'rsatdik. Narx pastdagi liniyamizga tegadigan bo'lsa, biz buyga qarab bitimni ochamiz. Tepadagi liniyamizga tegadigan bo'lsa, sellga qarab bitimni ochamiz. Qiyin joyi yo'q bolalar. Tushuntira oldimmi? Va bolalar, bizga hozir ko'rib turganingizdek ham tushuvchi trend liniyasi sellga qarab signal beryapti, ham oddiy qilib aytganda уровень сопротивления instrumenti sellga qarab signal beryapti. Undan tashqari grafik indikatorimizni tepadagi liniyasiga уже tekkan desak ham bo'ladi. Katta ehtimol bilan narx pastga qarab tushishi kerak. O'shaning uchun biz birinchi bitimimizni sellga qarab ochsak ham bo'ladi. Ya'ni bir nechta instrumentlar bir xil tarafga qarab signal beradigan bo'lsa, aynan o'shanaqa payt bitimlarni ochadigan bo'lsanglar, katta ehtimol bilan bitimlar plus bilan yopiladi. Ammo bolalar, bu bitimimiz mabodo minus bilan yopiladigan bo'lsa ham hech qisi yo'q. Biz Martingale sistemasini ishlatamiz va Martingale sistemasi bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni bu bitimimiz minusga yopiladigan bo'lsa, keyingi bitimimizni biz $80 ga ochamiz. Unisi ham minusga yopiladigan bo'lsa, keyingi bitimi $160 ga ochamiz. Va qachondir bitta bitimimiz plusga yopiladigan bo'lsa, bundan avval 5 ta bitimimiz minus bo'ladigan bo'lsa ham biz baribir plusda qolamiz. Xo'p, vaqt cho'zmasdan bu yerda biz $80 ga keyingi bitimni ochsak ham bo'ladi.
gap bo'lishi mumkin emas. Katta ehtimol bilan pastdagi $40 ochgan bitimimiz hozir minus bilan yopiladi, ammo tepadagi bitim bizani qutqaradi degan umiddaman. Zo'r. Xudo xolasa endi kutsak ham bo'ladi. Undan tashqari bolalar tushuntirayotgan strategiyalarimiz, ko'rsatayotgan indikatorlarimiz ba'zi bir joylarga tushunmayotgan bo'lsanglar, komment orqali bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. To'liq tarzda o'rgatiladi va ko'rsatiladi. Tushunmagan narsalarni albatta tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. 90% kommentlarga biz o'zimiz ruchnoy tarzda javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, narx otkat bo'lyapti, tepaga qarab ko'tarilyapti. Agar bu bitim ham minus bilan yopiladigan bo'lsa, biz keyingi vaziyatda yaxshiroq tochkani topishga harakat qilamiz. Plus bilan yopiladi degan umiddamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, otkat bo'lyapti, narx zo'r. Ammo bolalar bu 2 minutlik time frame narx, ya'ni impuls bilan tepaga qarab uchib ketishi ham mumkin hozir. O'shaning uchun ehtiyotlik bilan bugun savdo qilgan ma'qulroq. Xo'p, hozir uje bizning bitimimiz yopilishi kerak, plus bilan $80 ga bitim ochdik. O'sha bitimimiz uje plus bilan yopildi desak ham bo'ladi. $40 bilan ochgan bitimimiz minusda. Ammo bu bitim boyaga minusni ham qopladi va bizani hali plusga chiqardi desak ham bo'ladi. Tak. Gap bo'lishi mumkin emas. $80 ga bitimimizni ochgandik, $153 balansimizga qaytdi. Natijada balansimizda $615 pulimiz mavjud bo'ldi. Keling endi keyingi vaziyatda grafikda qidiradigan bo'lsak, mana bu aktivga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bizdan nimani ko'ryapmiz? Bu yerda yaxshi vaziyat yo'q. Narx indikatorimiz pastdagi liniyasiga ham tekkani yo'q. Undan tashqari bolalar oddiy qilib aytganda yaxshigina o'rmin ham mavjud emas. Oltin parasiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bizdan nimani ko'rishimiz mumkin? Bu yerda risk atkat. Bunaqa vaziyatlarda ham savdo qilmaganinglar ma'qul. Risk katta desak ham bo'ladi. Kelinglar, men bu pozitsiyada bitimimizni $40 ga pastga qarab selga ochadigan bo'lsak, o'zi biz bitim misal teparoqda pastga qarab ochishimiz kerak edi. Bu hozir bizda opasniy holat. Ilojimiz yo'q. Vaqtida ulgurmaganligimiz uchun, shuning uchun hozir savdoga kiryapmiz. Bu yerda bizlar nimani ko'ryapmiz bolalar? Tepada bizda kuchli уровень сопротивления liniyasi mavjud. Undan tashqari tushuvchi trend liniyasi bor desak ham bo'ladi va bolalar narx indikatorimizni tepadagi liniyasiga ham tekkan. Katta ehtimol bilan narx pastga qarab tushib ketadi. Mabod tepaga qarab ko'tariladigan bo'lsa ham hech qisi yo'q. Martingale bilan keyingi bitimimizni ochamiz. Bolalar, Martingale sistemasi zo'r sistema. Oddiy qilib aytganda, bitta bitimingiz minusga yopildi degani bo'ldi, balansingiz minus bo'ldi degani emas. Keyingi bitim sizni katta ehtimol bilan qutqarishligi mumkin bo'ladi. Xo'p. Vaziyat ko'ryapmiz. Oddiy qilib aytganda, switchani tushish niyati yo'q. Shuning uchun keyingi bitimni ham ochib qo'ysak bo'ladi. Keyingi bitimimizni biz уже $80 bilan ochganmiz. Pastdagi bitim katta ehtimol bilan minus bilan yopiladi, tepadagi bitim bizani qutqarib ketadi. Agar tepadagi bitimimiz ham minus bilan yopiladigan bo'lsa va narx undan keyin faqat tepaga qarab ko'tariladigan bo'lsa bo'ldi. Bu parada biz boshqa bitim ochmaymiz. Biz boshqa vaziyat topishga harakat qilamiz, boshqa aktivlarda. Xo'p, ko'rib o'tirganingizdek, $40 ga ochgan bitimimiz благополучно minus bilan yopildi. Shuning uchun bu bitimimizni yopilishini kutamiz. Agar bu bitimimizni ham plus bilan yopadigan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. Bundan keyin bitta bitim ochamiz va shu bilan video roligimizni bitirsak ham bo'ladi. Juda ham foydali narsalarni o'rgatib borishga harakat qilyapmiz, ammo baribir tushunmagan, bilmagan savol-javoblaringiz bo'ladigan bo'lsa, bolalar komment orqali bizga murojaat qilinglar. Barcha savollarga to'liq tarzda javob berib o'tamiz. Chunki oddiy tilda ma'lumotlarni yetkazayotgan bo'lsak ham, ba'zi bir obunachilarimizda baribir naqadar joylariga tushunmayapti ekan va ba'zi bir obunachilarimiz даже komment orqali o'zini savolini to'liq tarzda berish olmayapti. Telefon raqam qoldirib qo'yaman, o'sha telefon raqami orqali murojaat qiladigan bo'lsanglar, o'sha barcha savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bitim ham уже tezroq yopilsa yaxshi bo'lardi, chunki narx impuls bilan hozir tepaga qarab ko'tarilib ketishligi mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas bolalar. Keyingi bitimni ham biz plus bilan yopib oldik. $80 ga ochdik, $153 foyda bilan yopdik. Balansimizda $648 pulimiz mavjud. Ana endi kelinglar, aynan o'sha strategiya bo'yicha oxirgi vaziyatda grafikda topadigan bo'lsa, Netflix OTC parasini analiz qilamiz. Bu yerda yaxshi vaziyat yo'q. Silver, ya'ni Cerebro. Xo'p, bu yerda ham yaxshi vaziyat yo'q. Alibaba. Yaxshi aktiv deb nomlamayman Alibabani. Ba'zi bir paytlar o'sha aktiv bo'yicha ham biz bitimlarni ochib turamiz.
Bu yerda ham xuddi shunaqa bolalar, yaxshi vaziyat yo'q. Bizga yaxshi tochka kerak. Bir marta bitimni ochib, video roligimizni bitirishimiz uchun. Shu yaxshi tochkani topish esa bizga juda ham qiyin bo'lyapti. Xo'p, bu tochka ham opasniy. PMX aktiviga o'tamiz. Xo'p, kelaylik oxiriga bitimimizni. Aynan mana bu aktivni ochadigan bo'lsak, $40 bitimni ochamiz, bayga qarab. Internet bizda sal slabiy bolalar, o'shaning uchun ham biz hozir pastroqda ochilish kerak edi, bizda teparoqda ochildi. Bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? Juda ham ko'p точки соприкосновениялari mavjud. Narx bir necha marta o'sha liniyamizga tekkandan keyin tepaga qarab ko'tarilgan. Undan tashqari bu yerda kichkinagina ko'tariluvchanlik trend mavjud bo'lyapti desak ham bo'ladi va narx indikatorimiz уже pastki liniyasiga yaqinlashyapti. Katta ehtimol bilan narx tepaga qarab ko'tarilishi kerak, ammo harakat bo'ladigan bo'lsa, keyingi bitimimizni martingale bo'yicha $80 ga ochamiz. U ham minus bo'ladigan bo'lsa, keyingi bitimni $160 ga ochamiz. No, xohlasa bu bitim ham plyus bilan yopiladi degan umiddamiz. Ko'ramiz. Tak. Narx pastga qarab tushyapti. Impuls bilan pastga qarab tushdi. Oddiy qilib aytganda bu bitimimiz minus bilan yopildi. Keyingi bitimni $80 bilan ochsak ham bo'ladi. Xuddi shu joydan bayga qarab keyingi bitimimizni ochib olamiz. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r tochkasini ushlab oldik. Aynan o'sha tochkasidan so'ng narx tepaga qarab impuls bilan ko'tarildi. Ana endi 1 minutdan so'ng bu bitimimiz ham yopiladi va plyus bilan yopiladigan bo'lsa, video rolik shu joyda bitirsak ham bo'ladi. Minus bilan yopiladigan bo'lsa, prosta boshqa paraga o'tib, o'sha parada, o'sha aktivda bizga kerakli vaziyatni topgan holda $160 ga bitimimizni ochamiz. Narx tepaga qarab ko'tarilmoqchi, ammo bu yerda sotuvchilar juda ham ko'p, o'shaning uchun narxi pastga harakat qilishga harakat qilishyapti. No, kutamiz, 1 minutdan so'ng oddiy qilib aytganda muammoimiz hal bo'ladi. Tak, narx aynan bitimni ochib olgan tochkamizni oldida turibdi. Ozgina pastroq harakat bo'ladigan bo'lsa, bu bitimimiz katta ehtimol bilan minusga yopiladi. No, tepaga qarab ko'tariladigan bo'lsa, plyus bilan yopamiz o'sha bitimni ham. Gap bo'lishi mumkin emas bolalar. Bu bitimni ham biz plyus bilan yopib oldik. $80 ga bitimni ochdik, $153 foyda bilan yopdik. Natijada balansimizda $682 pulimiz mavjud. Bugungi targoviy istoriyamni ko'rsatadigan bo'lsam, faqat martingale bo'yicha ishlaganmizni ko'rishingiz mumkin. $40 ga ochdik, minus $80 ga ochdik, plyus. $40 ga ochdik, minus $80 ga ochdik, plyus. $40 ga ochdik, minus $80 ga ochdik, plyus. Martingale, indikator, texnik instrumentlarni ishlatgan holda sizlar ham xuddi shunaqa natijaga erishishingiz mumkin. Video roligimizni ostida binariumga barcha ssilkalarni qoldirib qo'yamiz. Undan tashqari bizning Kamilov promokodimizni ishlatib depozit qiladigan bo'lsanglar, balansingizga 1 million tashiydigan bo'lsanglar 2 million bo'lib tushadi. 10 million tashiydigan bo'lsanglar 20 million bo'lib tushadi. Tushuntira oldimmi bolalar? Barchangizga xayr. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha.